Ikkinchi variant, 4-savol. Jish bola ochadigan qushlarning turkumlari va turlarini aniqlang. A variantda laylaksimonlarga oq laylak kiradi, demak jish bola ochadi. Yirtqich qushlarga miqqi kiradi, lekin suqsun kirmaydi. Suqsun suv qushlariga kiradi. B variant, chumchuqsimonlar qaldirg'och kiradi, chumchuq kiradi. Laylaksimonga oq laylak, yirtqich qushlarga esa kalxat va suqsun arxor. Suqsun kirmaydi. B javob chiqib ketdi. Bu suv qushlariga kiradi. Kaptarsimonlarga musicha kiradi, chumchuqsimonlarga qarg'a, yuyroq, qaldirg'och. Laylaksimonlarga oq laylak kiradi. Javob C variant. D variantda kaptarsimonlarga ko'k kaptar kiradi, chumchuqsimonlarga qaldirg'och kirmaydi. Qaldirg'och kiradi, musicha kirmaydi. Musicha kaptarsimonlarga kiradi. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Do'stlaringiz taklif qiling.